Tekshir ma'lumotga asosan ushbu fuqaro qo'lga olindi. Holat yuzasidan qisqacha gapirib. Eshik taqiladi. O'ndan qaradim-da, o'rgan odamlar deb shubhalandim. Keyin 5 ta o'rinda giyohvand moddasini quvurga tashlab oldim. Yana nima bor? Keyin xolodilnikda o'zini ko'payib bor. Bu xonadonni ko'zdan kechiramiz. Aholislar ko'ryapsizlar, muzlatgich ichida 2 dona selofan paketlarga o'ralgan ko'p qora rangli o'pik yoqilgan. Ichi solsak unib qolmaydimi? Siz shu yoqilg'i vositasini qanday bu yerga yetib kelib oldinglar? Qanaqa avtomashinada keldinglarmi? Sizni bilan avtomashina boshqaruvingizda, o'sha Jiguli siznikimi? Kelinglar, xolislar, hozir sizlar ishtiroklaninglar, shu avtomashinani hozir ko'zdan kechiramiz.